Bugun ramyon tayyorlaymiz. Ramyonni halol sertifikati boridan tanlab olamiz. 1,5 stakan sut, 1,5 stakan suv solib qaynatib olamiz. Qaynab chiqqach ramyonimiz masalliqlarini solib olamiz. Agar achchiq yeyolmaysalar qalampir qo'shib yuboringlar. Hazil albatta, kukunni yarmini qo'shsanglar yetadi. Biroz qaynagach xamirni solamiz va 4,5 daqiqa pishirib olamiz. Koreyslar bu taomni o'tgan asrdan beri ommalashtirib yeb kelishadi. Ramyon asli Yaponiya taomi, lekin Koreyada yashaganimda shunaqa pishloq qo'shilgan ramyondan har kuni yerdim. Kimchi qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi, o'zgacha ta'm beradi. Obuna bo'lsanglar, Koreyaga ramyon qanday kirish haqida video qilaman. Ramyonimiz tayyor, bu kuzatuvchilarim 1000 taga yetganiga sovg'a sifatida tayyorladim. Tuxumni xom qo'shib aralashtirib yuborsanglar, achchig'ini ancha kesadi. Iftorlikka yoqimli ishtaha.